Bugun siz qurilishdagi eng ko'p kerak bo'ladigan mahsulotlar va ularning to'rtalaslarini aytib o'tamiz akalar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qurilishda eng ko'p kerak bo'ladigan mahsulotlar va ular nima ko'p ketadi? Xo'p, aka hozirda bahor mavsumi bo'layotganligi uchun hozir sement hamda armaturlar juda ham ko'p ketiladi. Chunki hozir poydevorlarga aynan o'sha mahsulotlardan qilinadi. Agar sizga uyingizning ichiga mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaylik mana Luxabo yoki santexnika mahsulotlari juda ham bahor mavsumida juda ham ko'p ketiladi. Ha? Qoyil. Rahmat aka. Assalomu alaykum aka. Intervyu olatdik, savolimiz bor aka. Qurilishdagi eng ko'p kerak bo'ladigan mahsulotlar qaysi va ularning nimaga ko'p foydalanishini sizdan so'raymiz. Qurilishda eng ko'p ketadigan mahsulot sement bilan armatura bo'ladi. Uyni ko'tarish uchun fundamentini. Fundamentiga kerak bo'ladi deysiz. Eng ko'p ketadigan mahsulotlar sement. Rahmat aka, javob uchun katta ekan. Assalomu alaykum aka. Assalom. Savolimiz bor. Qurilishdagi eng ko'p kerak bo'ladigan mahsulotlar qaysi va ularning nimaga ko'p foydalanishini sizdan so'raymiz. Qurilishda qanaqa tashqi fasadgami, ichki fasadlami? Noldan qurilish, masalan, tashqi fasadga, ichki fasadga. Noldan qurilishga sement bilan armatura ketadi aslani. Hop, ichki tomonlama hisoblasak, ichki tomonga rodman bilan shpakilovkalar. Asosiy.